Assalomu alaykum onasi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom onasi, yaxshimisan? Ha, rahmat. Achchiq oshiq qilib qo'ygan kechqurun. Bir mazza qilib oshxo'rlik qilaylik. Bo'ldi, xo'p, qilib qo'yaman. Tezroq keling. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Qizim, bugun menga mastava qilib bering. Shunaqa ham mastava ichgim kelyapti. Xo'p, oyijon. Mastavashga qilib beraman. Ishlaring yaxshimi? Muammolar yo'qmi o'rtoq? Shu hamma muammo biz pararablarda bo'lsin-da. Bitta ikkita mijoz bilan uyiga borganda patkulch olgani ishonchsiz qo'llarga tushib qolmiz. Ne bu narsani menga bog'liq aytmaysan? Bizda patkulch bor-ku. Eshikni ham, zinani ham, mebelni ham o'zimiz qilib beramiz. Shuning uchun ham oldinga keldim-da do'stim. Hozir o'rtoq. Alo. Uzr bezovta qilib qo'ydim. Ha, onasi. Bugun oyijonning mastavachilar kelibdi-da. Mastava qilib bering. Xo'p, bemalol qilib beraver. Sizga ertaga osh qilib bersam xafa bo'lmaysizmi? Ha, yo nima xafa bo'laman? Rahmat tushunganingizga. Ja shu ayoling sen bilan maslahatlashib qo'yadi-da. Uni o'zini fikri yo'qmi yo boshqa maslahatlashadigan odam yo'qmi? O'zini fikri bo'lgani uchun ham onamni o'ylab, ular xohlagan narsani qilib bersam maylimi deb turib men bilan maslahatlashyapti. Unutma o'rtoq. Ayol eri bilan maslahatlashyaptimi? Demak, eri u uchun qadrli ekanligini bilib turib maslahatlashadi. Maslahatlashib ish qiladigan ayol yaxshi, lekin bemaslahat ish qiladigan ayoldan Alloh asrasin o'rtoq.